7-aprel kuni tungi soat 12:30larda menga tanish bo'lgan ayol telefon qilib, maslahatli ishim bor dedi. Keyin chaqirdi, o'sha yerga bordim. Men Amina bilan kechki payt o'zimiz xohishimiz bilan Dior mashinasiga o'tirdik. Hech kim majburlamadi. Men oldi tarafga Dior yoniga o'tirdim. Men o'tirdim, keyin biz gaplashib, aylanib bitta joyda to'xtadik. Shovqin mas joyda to'xtadik. Вот. Amina degan qiz вообще orqa o'rinda o'tiruvdi. O'sha zahot 20-15 minutlardan keyin bitta mashina keldi. Mashinaning ichida 3 ta bola tushib keldi. Eski uni yigiti mashina tarafga mashinaga sakradi, mashinani sindirishni boshladi. Keyin baqirib videoga ol, bitta bolaga aytdi, bitta bola videoga oldi. Amina terasa yig'lashni boshladi, shokka tushdi, qo'rqishni boshladi. Keyin men qo'rqma dedim. Keyin Dior o'sha zahoti tez mashinani haydab ketdi, bizga hech nima bo'lmasin deb, balkim keyin biz o'sha joyda tushdik. Bugun va kecha men ko'raman internetda вообще boshqacha video chiqyapti. То, что bizni насильно o'tirg'izdi mashinaga, то, что o'sha Dior tegishonlik qildi Amina nisbatda, pedofil, не pedofil. Вообще bu fake xabar o'zidan to'qilgan. Просто o'sha bolani qanaqadir alami bo'lgani uchun shunaqa qilgan.